O'tgan yil shunaqa uylar 250 ming dollar bo'yotdi. Hozirgi kunda mana shu uyimizni 170 ming dollarga sotuvga qo'yamiz. Sizlar bilan bitta obzor qilib chiqamiz. Uyimizni puliga arziydimi yo'qmi? Siz baho berasiz. Darvozaxonamiz bu yoqqa 2-3 ta mashina bemalol sig'adi. Bu yoqqa zeleniy zona qilingan. Qaranglar, ikkita darvozamiz bor. Bu yoqda katta darvozamiz, bu yoqdan kichkina eshigimiz bor kirib chiqish uchun. Ketma-ket yuvinish xonasi sanuzel joylashtirilgan. Bu yoqda yozgi oshxona qo'yilgan, yoniga stol stulni qo'yib qo'yishgan. Kech payti salqinda choy ichib o'tirish uchun. Bu yoqqa mana tapchan qilib qo'yishgan, soyada o'tirishadi. Qaranglar, kravatlar. Uy вообще shikarni. Endi ichkarilarni bitta ko'rib chiqamiz. Zal bu. Yonchon mebellarni qo'yib qo'yishdi. Oh, maza ekan lekin aka. Hop, bu yoqqa kirasiz, bu spalniy yotoqxona. Ichkarilikka muzdekgina ekan. Ko'cha yomon issiq bo'lyapti. Bu yoq oshxonamiz. Mebellarga e'tibor berib qo'yasiz. Bu yoqqa to'g'riga o'tar ekanmiz, bu yoqda sanuzel yuvinish xonasi. Uni yonida yana bitta yuvinish xonasi keladi. Ikkita ketma-ket yuvinish xonasi joylashtirilgan. Hop, bu yoqqa o'tamiz. Bu yog'imiz yana bitta yotoqxona. Ikkita eshikdan kirsangiz bo'ladi. U yoqdan ham mana bu yoqdan ham. Hop, bu yoqdan tushasiz. Bu yoqda mana basseyn, to'g'ri kalla tashlab yuborasiz basseynga, aka. Lekin issiqda basseyndan rosa foydasi bor. Bu yoqqa o'tamiz. Mana bu yoqda yozgi oshxonamiz, letniy kuxня и zimniy kuxня bor. Ichkarida ham oshxona bor. Mana hamma narsa, hamma sharoit qilingan. Remontlari вообще zo'r. Yaqinda ko'chib kelishgan ekan o'ziga. Elitniy, yaxshi, chiroyli mahalla ekan. Xo'p, uyimizning fasad uzunligi 20 metr bo'lyapti. 308 sotuv, 4 ta xonasi, 3 ta sanuzeli bor. Basseynlari ham bor, yozgi, qishki oshxonalari ham bor. Xo'p, tashqarisiga qaranglar, mehr berilgan, archalar ekilgan, perila qilingan, amerikanskiy atmosferani beryapti. Lokatsiyamiz Sergeli Yangi Hayot bo'ladi, Yangi Darxon mahallasi. Sizga uy qidirayotgan do'stlaringizga tashlab qo'yasiz. Narxi startiy 170 ming dollar, ya'ni kelishadigan joyi bor. Qiziqqani uchun pastdagi raqam bo'ladi. Shunaqa chiroyli uylarni o'tkazib olmaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga shunaqa chiroyli uylarni qo'yishda davom etamiz.